Hammaga salom. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi videoda oldingi videomizning izohlarida ko'plab so'ralgan, hamma ko'rishi shart bo'lgan seriallarning top 10 ligini ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek men uyga keldim va imkon qadar ko'proq videolar qilishga harakat qilaman. Bu uchun esa siz shunchaki kanalga obuna bo'lib, like bosib izohlarda bizni qo'llab-quvvatlasangiz bo'lgani. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. 10-o'rin Daredevil. 2015-yilda Drew Goddard tomonidan suratga olingan serial jami 3 ta sezondan iborat va IMDb'da 8.6 ballni qo'lga kiritgan. Serial voqealari bir-biriga uzviy bog'liq. Serial Matt Murdock ismli yosh advokat haqida hikoya qiladi. U bolaligida baxtsiz hodisa sabab ko'r bo'lib qoladi, ammo aynan shu hodisadan keyin uning boshqa sezgilari oddiy insonnikidan 100 barobar kuchliroq bo'lib rivojlanadi. Matt odam yurak urishini eshita oladi, uzoqdagi tovushlarni sezadi va atrofini deyarli ko'rayotgandek his qiladi. Kunduzi oddiy advokat sifatida begunoh odamlarni himoya qiladi, ammo tun tushgani bilanoq niqob kiyib New Yorkdagi jinoyatchilarga qarshi kurashadigan Daredevilga aylanadi. Serialning asosiy voqealari Hell's Kitchen hududida bo'lib o'tadi. Bu joy jinoyatchilar, korrupsiya va mafiyalar bilan to'lib ketgan edi. Eng katta xavf esa Wilson Fisk ismli jinoyatchi edi. Odamlar uni oddiy biznesmen deb bilishar edi, lekin aslida u butun shaharni qo'rqitib boshqaradigan juda xavfli mafiya rahbari hisoblanardi. Matt esa bir vaqtning o'zida jinoyatchilar bilan kurashishi, do'stlarini himoya qilishi va o'zining ichki qorong'uligi bilan yashashga to'g'ri kelgan edi. Serial davomida oddiy super qahramon janglaridan ko'ra brutal mushtlashuvlar, qorong'u atmosfera, psixologik bosim va kuchli dialoglar katta urg'u beriladi. Bosh rollarni Charlie Cox hamda Willem Dafoe ijro etishgan. Super qahramonlarni yoqtirganlar uchun ajoyib tanlov ko'rib chiqishingizni maslahat beraman. 9-o'rin Paul Showring tomonidan suratga olingan Panjara ortida seriali 2005-yilda suratga olingan kriminal triller janridagi bu serial IMDb'da 8.3 ballni qo'lga kiritgan. Jami 5 ta sezondan iborat. Serial Lincoln Brous ismli insonning o'lim jazosiga hukm qilinishi bilan boshlanadi. Hukumat uni vitse-prezidentning ukasini o'ldirishda ayblaydi, ammo Lincoln aslida aybsiz edi. Uning ukasi Michael Scofield esa akasini qutqarish uchun aqldan ozgandek tuyuladigan rejalarni tuziladi. Michael juda aqlli muhandis edi. U qamoqxonaning barcha sxemalarini o'rganib chiqadi va keyin ataylabdan bank talonchiligini uyushtirib, aynan akasi saqlanadigan Fox River qamoqxonasiga tushadi. Eng qiziq tomoni, u qamoqxonaning barcha xaritasini va qochish rejasini tanasiga tatuirovka qilib tushirib olgan edi. Serial davomida Michael qamoqxona ichidagi xavfli jinoyatchilar, soqchilar va hukumat fitnalari bilan kurashadi, lekin voqealar oddiy qamoqdan qochish hikoyasi bilan tugamaydi. Asta-sekin ular juda katta siyosiy fitna ichiga tushib qolishadi. Har bir qochish ortida yangi muammo paydo bo'ladi va serial tobora katta miqyosga chiqib boradi. Bosh rollarni Wentworth Miller hamda Dominic Parrellar ijro etishgan. Aytib o'tishim kerakki, bu serialdagi eng qiyin ish bu Michaelning tanasidagi tatuirovkalar edi. Aktyor tatuirovkalar bilan yurishni istamaganligi uchun har kuni uni yuvib tashlagan va har gal qayta chizishga to'g'ri kelgan. Aqlli seriallarni yaxshi ko'radiganlar uchun bu serial eng ideal tanlov deb o'ylayman. 8-o'rin 2013-yilda tomoshabinlarga taqdim etilgan O'tkir viqorlilar seriali. Tomoshelbek Mafia. Steven Knight tomonidan suratga olingan kriminal drama janridagi bu serial IMDb'da 8.7 ballni qo'lga kiritgan. Serial jami 6 ta sezondan iborat. Serial Birinchi jahon urushidan keyingi Angliyaning Birmingham shahrida bo'lib o'tadi. Asosiy qahramonlar Thomas Shelby, urushdan qaytgan sobiq askar. Urush uning ruhiyatini butunlay o'zgartirib yuborgan edi, ammo Tommy oddiy hayot bilan yashashni xohlamaydi. U oilasi bilan birgalikda O'tkir viqorlilar nomli xavfli gangster guruhini boshqaradi. Ularning nomi bejiz emas edi. Ular kepkaning ichiga ustaraning tig'larini yashirishardi va jang paytida shu qurollarni ishlatishar edi. Serial davomida Tommy Shelby oddiy ko'cha gangster asta-sekin butun shaharga, siyosatchilarga, mafiyalarga va hatto hukumatga ham ta'sir qiladigan inson darajasiga ko'tariladi, ammo hokimiyat kuchaygan sari dushmanlar ham ko'payib boraveradi. Tommy bir vaqtning o'zida oilasini himoya qilishi, biznesini kengaytirishi va o'zining urushlardan qolgan ruhiy jarohatlari bilan kurashishiga to'g'ri keladi. Serialda mafiya urushlari, xiyonatlar, siyosiy o'yinlar va Shelby oilasining ichki murakkab munosabatlari juda kuchli ko'rsatilgan. Har sezon yangi xavf va yangi dushman bilan yanada kattaroq miqyosga chiqib boradi. Bosh rollarni Cillian Murphy, Paul Anderson, Tom Hardy va Helen McRoylar ijro etishgan. Aynan Thomas Shelby roli orqali Cillian Murphy katta kino shohsupasiga chiqishni boshlagan. Okay.
Thomas Shelby. Thomas Shelby. Evet, Sigma. Mafiya ishqibozlari uchun ajoyib tanlov. 7-o'rin Oy ritseri. Bu serialni qo'shmaslikni iloji yo'q edi. Bu Marvelning shedevr seriallaridan biri, ammo hali ham davomi chiqmayapti. Jeremy Slate tomonidan suratga olingan serial IMDb'da 7.3 ballni qo'lga kiritgan. Serial Steven Grant ismli oddiy va juda tortinchoq yigit haqida hikoya qiladi. U muzeyda ishlaydi va qadimgi Misr tarixiga juda ham qiziqar edi. Lekin Steven hayotda g'alati voqealar sodir bo'la boshlaydi. U ba'zi voqealarni eslay olmay qoladi, boshqa joylarda uyg'onib ketadi va vaqti bilan o'zini nazorat qila olmaydi. Ko'p o'tmay Steven unda ikkinchi shaxs buzilishi borligini bilib qoladi, ya'ni uning tanasida bir nechta shaxs yashar edi. Ulardan biri Mark Spector, juda xavfli va professional jangchi edi. Voqealar davomida Steven va Mark qadimgi Misr ma'budlari bilan bog'liq sirli urushlar ichiga tushib qolishadi. Mark esa Khonshu ismli Oy ma'budining xizmatkori hisoblanadi. Shu sabab u Oy ritseri kuchlariga ega bo'ladi. Serial davomida qadimgi Misr mifologiyasi, shaxsiyatlarga o'rtasidagi kurash va juda g'alati mistik voqealar ko'rsatiladi. Tomoshabin bir muddat qaysi voqea haqiqiy, qaysi biri Stevenning ongidagi tasavvur degan savollar ichida qolib ketadi. Final esa Marvel ichidagi eng emotsional va noodatiy finallardan biri bo'ladi. Bosh rollarni Oscar Isaac, Ethan Hawke, Michael Maylar ijro etishgan. Bu serialdagi roli uchun Oscar Isaacga Oscar mukofotini bergan bo'lar edim. Haqiqatda super ijro ko'rsatgan. Marvel muxlisi bo'la turib, bu serialni ko'rmagan bo'lsangiz, Marvelning muxlisiman deya ko'rmang. 6-o'rin Yigitlar. Bu serialni oddiy super qahramon serial deb o'ylasangiz qattiq adashasiz, chunki bu serial Marvel va DCdagi ideal qahramon tushunchasini butunlay parchalab tashlaydi va rostini aytsam, Homelander degan telbani ko'rsam, boshqa yovuz qahramonlar unchalik qo'rqinchli tuyulmay qoladi to'g'risi menga. 2019-yilda ekranlarga chiqqan bu serial Eric Kripke tomonidan suratga olingan va IMDb saytida 8.6 ballni qo'lga kiritgan. Serialdagi dunyoda super qahramonlar oddiy inson emas. Ular mashhur yulduzlar hisoblanishadi. Reklamalarda qatnashadi, filmlarda rol o'ynashadi, odamlar esa ularni xuddi ma'budlardek kutib olishadi. Lekin muammo shundaki, ularning aksariyati aslida juda ham telba insonlar. Eng xavflisi esa Homelander. Tashqaridan qaraganda u xalqni himoya qiladigan ideal qahramondek ko'rinadi, ammo aslida u ruhiy jihatdan beqaror, egoist va deyarli hech kim to'xtata olmaydigan maxluq edi. Asosiy voqealar The Boys, ya'ni yigitlar deb ataladigan guruh atrofida aylanadi. Billy Butcher boshchiligidagi bu jamoa super qahramonlarning asl basharasini dunyoga ko'rsatishga harakat qilishadi va ishoning, serial davomida siz ko'radigan narsalar bu oddiy Marvel darajasidan juda ham uzoq. Serial davomida qonli janglar, qora hazillar, 18+ sahnalar, psixologik bosim va juda ko'p shokka tayyor turishingiz kerak. Ayrim sahnalarni ko'rib, Marvel buni ko'rsa yig'lab yuboradi degan xayol ham keladi sizga. Lekin serialning eng kuchli tomoni shundaki, u faqat brutal sahnalar bilan emas, insonning hokimiyat qo'liga tushsa qanchalik xavfli bo'lishini ham ko'rsatadi. Bosh rollarni Karl Urban, Anthony Starr hamda Erin Moriartylar ijro etishgan va ochiq Anthony Starr Homelander rolini shu darajada ijro etganki, ba'zi sahnalarda odam rostagamiga qo'rqib ketadi, qarashning o'zi yetadi. Agar siz oddiy super qahramon serialdan zerikkan bo'lsangiz va mutlaqo chegarasiz brutal hamda aqldan ozdiradigan darajadagi serialni izlayotgan bo'lsangiz, Yigitlar seriali aynan siz uchun. 5-o'rin Afsungar Merlin. Ochig'ini aytsam, bu serial bolaligimning eng zo'r seriallaridan biri. Hozir qayta ko'rsam ham zerikmayman va eng qizig'i, bu serial eski bo'lishiga qaramay, hozirgi ko'plab fantasy seriallardan ham qiziqroq chiqadi. 2008-yilda ekranlarga chiqqan bu serial Julian Jones tomonidan suratga olingan va IMDb saytida 7.9 ballni qo'lga kiritgan. Serial Kamilot qirolligida yashovchi yosh Merlin haqida hikoya qiladi. Yigitcha oddiygina yigitga o'xshab ko'rinsa ham, aslida juda ham kuchli sehrgar edi, lekin Kamilotda sehr taqiqlangan. Qirol Uther barcha sehrgarlarni yomon ko'radi va ularni qatl qildiradi. Shu sabab Merlin o'z kuchini hammadan yashirishga majbur bo'ladi. Ko'p o'tmay u shahzoda Artur bilan tanishadi. Dastlab ular bir-birini umuman yoqtirmaydi. Artur o'zini katta tutadigan, erkatoy shahzoda edi. Merlin esa uni doim masxara qilib yuradi, lekin serial
davomida ular munosabati asta-sekin oddiy tanishlikdan haqiqiy do'stlikka aylanadi va aynan shu serialning yuragi hisoblanadi. Bir tomonda kelajakdagi buyuk qirol Artur, ikkinchi tomonda esa uni himoya qiladigan eng kuchli sehrgar Merlin. Serial davomida ajdarlar, qadimgi afsonalar, sehrgarlar, janglar, xiyonatlar va juda ko'p emotsional voqealar ko'rsatiladi. Ayrim epizodlar serialda oddiy fantazidek tuyuladi, lekin keyin birdaniga yurakka tegadigan sahnalar chiqib qoladi. Ayniqsa final. Ochig'i shu kungacha ko'p odamlar Merlin finalini unuta olmaydi. Bosh rollarni Colin Morgan, Bradley James, Hetty McGrath hamda Richard Wilsonlar ijro etishgan va bir narsani tan olish kerak, Colin Morgan Merlin roliga ideal tushgan. Uning aktyorligi sabab Merlin oddiy sehrgar emas, haqiqiy tirik personaj bo'lib qolgan. Agar siz do'stlik, fantazi va asta-sekin yurakka kirib boradigan seriallarni yoqtirsangiz, Afsungar Merlin siz ko'rishingiz shart bo'lgan seriallardan biri hisoblanadi. 4-o'rin Loki. To'g'risini aytaman, Marvel shu serial orqali boshqa darajaga chiqib ketgandek tuyuldi menga, chunki bu oddiy super qahramon seriali emas edi. Bu serial vaqt, taqdir va Loki xarakterini butunlay boshqa darajaga olib chiqadi. 2021-yilda ekranlarga chiqqan bu serial Michael Waldron tomonidan suratga olingan va IMDb saytida 8.2 ballni qo'lga kiritgan. Serial qasoskorlar final voqealardan keyin boshlanadi. Tesseractni olib qochgan Loki vaqt oqimini buzib yuboradi va TVA deb ataladigan sirli tashkilot tomonidan qo'lga olinadi. TVA vaqtni nazorat qiladigan va barcha timelaynlarni kuzatib turadigan tashkilot edi va aynan shu joydan serial asta-sekin miyani portlatadigan darajaga chiqishni boshlaydi. Loki o'zini boshqa versiyalari bilan uchrashadi. Ayol Loki, bola Loki, hattoki timsoh Lokini ham ko'radi. Lekin serial faqatgina variantlar haqida emas, aslida bu serial Loki xarakterining o'zgarishi haqida. Oldingi filmlarda Loki xudbin, egoist va doim hokimiyat ortidan yuguradigan inson edi. Bu serial davomida esa u asta-sekin qurbonlik, sevgi, yolg'izlik va haqiqiy maqsad nima ekanligini tushunib boradi. Ayniqsa ikkinchi sezonda serial butunlay boshqa darajaga chiqadi. Vaqt parchalanishi, timelaynlarning yo'qolishi va Lokining hammani saqlab qolish uchun qilgan harakatlari serialni haqiqiy shedevrga aylantiradi. Ochig'i final haqiqatan ham Marvel tarixidagi eng kuchli sahnalardan biri. Men doim o'ylab qolaman, qasoskorlar intiho filmidagi temir odamning yo'qolishimi yoki Lokining o'zini qurbon qilishimi, qaysi biri ta'sirliroq chiqqan? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ko'pchilik super qahramon seriallari action bilan esda qoladi, Loki esa emotsiyasi bilan esda qoladi. Bosh rollarni Tom Hiddleston, Sofia Di Martino, Owen Wilson hamda Jonathan Majorslar ijro etishgan. Bir narsani tan olish kerak, Tom Hiddleston Loki rolini shunchaki o'ynamagan, u personaj ichida yashagan. Agar siz vaqt sayohati, kutilmagan syujet va finaldan keyin ham bir necha daqiqa jim qoladigan seriallarni yoqtirsangiz va yig'lashni xohlasangiz, Loki seriali aynan siz uchun. 3-o'rin Sherlock. Bu serial haqida gap ketganda bir narsani tan olish kerak, detektiv janridagi seriallarni bu darajada zamonaviy va qiziqarli qilib ko'rsatadigan seriallar juda ham kam. Sherlockni ko'rgandan keyin boshqa detektiv seriallari biroz zerikarli tuyulib qolishi aniq. 2010-yilda ekranlarga chiqqan bu serial Mark Gatiss va Steven Moffat tomonidan suratga olingan va IMDb saytida 9.1 ballni qo'lga kiritgan. Serial mashhur Sherlock Holmes hikoyalarining zamonaviy versiyasi hisoblanadi. Asosiy qahramon Sherlock Holmes oddiy detektiv emas edi. U odamlarning kiyinishi, gapirishi, yurishi, hatto qo'lidagi mayda narsalargacha qarab turib ular haqida deyarli hamma narsalarni bilib olar edi. Bir kuni u urushdan qaytgan sobiq harbiy doktor Jon Watson bilan tanishadi va aynan shu tandem serialning afsonaviy qismi hisoblanadi. Sherlock juda sovuqqon, g'alati va egoist inson edi. Watson esa uni odamlar bilan bog'lab turadigan yagona insonlardan biri hisoblanadi. Serial davomida ular qotilliklar, terrorchilar, psixopatlar va juda murakkab jumboqlar bilan
to'qnash kelishadi. Lekin eng katta xavf Moriarty va ochig'i televizion tarixidagi eng zo'r yovuz qahramonlardan biri aynan shu Moriarty bo'lsa kerak. U oddiy jinoyatchi emas, u Sherlok bilan aql urushini o'ynaydigan telba daholardan biri. Serialning ayrim epizodlari shu darajada kuchli yozilganki, finalga yaqinlashgan sari ekran oldidan turib ketolmaysiz. Ayniqsa ikkinchi sezonning finali haqiqatan ham internetni portlatgan edi. Bosh rollarni Benedict Cumberbatch, Martin Freeman va Andrew Scottlar ijro etishgan. Benedict Cumberbatch Sherlok roliga shu darajada mos tushganki, hozir ko'pchilik Sherlok deyishsa, aynan shu insonning yuzi tasavvur qilinadi. Qo'rqmay ayta olaman, detektiv janri muxlislari uchun bu tanlov ham eng ideal tanlovlardan biri hisoblanadi. Ikkinchi o'rin Breaking Bad yoki mashaqqatlar sari. Tejer Azamning tilida esa erkak yig'lamasin. Ochig'ini aytsam, bu serialni ko'rmagan odam bilan serial talashish juda ham qiyin, chunki ko'pchilik uchun hamon televizion tarixidagi eng zo'r serial aynan shu. 2008-yilda ekranlarga chiqqan bu shedevr Vince Gilligan tomonidan suratga olingan va IMDb saytida naq 9,5 ballni qo'lga kiritgan serial Walter White ismli oddiy kimyo o'qituvchisi haqida hikoya qiladi. Hayoti oddiy maktab, oila, kredit va muammolar. Keyin esa birdaniga u o'zida saraton kasalligi borligini bilib qoladi va aynan shu joydan serial boshqa darajaga chiqadi. Walter oilasiga pul qoldirish uchun sobiq o'quvchisi Jesse Pinkman bilan birgalikda narkotik ishlab chiqarishni boshlaydi. Dastlab hammasi oddiydek ko'rinadi, lekin asta-sekin Walter o'zgarishni boshlaydi. Ochig'i serialdagi eng qo'rqinchli narsa ham aynan shu, chunki sekin-sekin bir insonni monsterga aylanishini ko'rib borish haqiqatda dahshatli voqealar. Va nihoyat serial davomida Walter White butunlayga yo'qoladi, uning o'rniga esa Heisenberg keladi. Serial davomida narkokartellar, xiyonatlar, ruhiy bosim va oilaviy muammolar sizni ekranga mixlab qo'yadi. Ayniqsa Gustavo Fring chiqadigan joylardan keyin serial umuman to'xtamaydi. Ochig'i Gus ekranga chiqishi bilan qandaydir problemalar boshlanadi va final sezon haqiqatan ham televizion tarixidagi eng kuchli finallardan biri bo'lgan. O'zi har bir aytayotgan seriallarimning finali haqiqatan ham ajoyib final ko'rsatilgan. Bosh rollarni Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn ijro etishgan. Bryan Cranston Walter rolini o'ynamagan, u yashab bergan. Agar siz yana bitta seriya ko'raman deb ertalabgacha uxlamay chiqadigan serialni izlayotgan bo'lsangiz, Breaking Bad aynan siz uchun, chunki o'zim ham ertalabgacha uxlamasdan ko'rgan paytlarim bo'lgan. Birinchi o'rin Taxtlar o'yini. Ochig'ini aytsam, shu serialni ko'rmaguncha seriallarni shunchaki vaqt o'tkazish uchun ko'radigan narsa deb o'ylar edim. Keyin Taxtlar o'yinini ko'rdim va hammasi o'zgardi. 2011-yilda ekranlarga chiqqan bu shedevr IMDb saytida 9,2 ballni qo'lga kiritgan. Bu serial menga birinchi marta qahramon uchun qayg'urishni, g'alabadan hayajonlanishni, xiyonatdan nafratlanishni va ayrim sahnalarda shokka tushishni his qildirgan. Ochig'i ayrim o'limlardan keyin bir necha minut ekranga qarab qolganman. Bu serialda hech kim xavfsiz personaj emas va hammasi siz o'ylagandek oddiy o'tavermaydi. Siz bu asosiy qahramon-ku o'lmaydi deb o'ylashingiz mumkin, ammo ayni shu damda sizni serial osmonga ko'tarib, qaytib yerga uradi. Shu sabab ham har bir seriya hayajon bilan o'tadi. Taxt uchun urushlar, oila o'rtasidagi xiyonatlar, ajdarlar, oq piyodalar, epik janglar hammasi shu darajada kuchli ishlanganki, ayrim sahnalar haligacha miyamda turibdi. Bir narsani tan olish kerak, bu serialdagi personajlar oddiy personaj emas. Tyrion, Jon Snow, Arya, Daenerys, Cersei yoki Jaime Lannister. Har biri alohida daraja. Ayrimlarni yomon ko'rasiz, keyin esa birdaniga sevib qolishingiz mumkin. Masalan, Jaime Lannister. Shaxsan o'zimda birinchi sezonda Jaime Lannisterni juda ham yomon ko'rganman va Rob uni qo'lga olgan paytda nima sababdan uni o'ldirmasdan yurib o'ldirib yubormaydimi degan paytlarim ham bo'lgan. Lekin keyinchalik oxirgi sezonlarga kelib Jaime'ga shu qadar hurmatim oshganki, haqiqatda aurasi kuchli ekanligini sezganman. Yoki butunlay teskarisi bo'lishi mumkin. Misol uchun Daenerys menga birinchi sezonda ham deyarli hamma sezonlarga yoqib bo'lgan, faqat oxirgi sezonda shu hammani o'ldirib yuborgani menga umuman yoqmagan. Shu sababdan ham Daenerysga nisbatan hurmatim o'sha oxirgi sezonga kelib juda ham tushib ketgan. Aniq ayta olamanki, men ko'rgan eng zo'r serial aynan shu. Bu serialdan keyin boshqa seriallarga qarashim butunlayga o'zgargan. Hozir ham kimdir qaysi serialni ko'ray deb so'rasa, o'ylab o'tirmasdan Taxtlar o'yini serialini maslahat beraman. Taxtlar o'yini rostdan ham meni jinni qilgan edi. Uni ko'rib, uni ichida yashaganman. Serialdagi qahramonlar bilan birga ularning vaziyatini, ularning his-hayajonini his qilganman va eng muhimi serialning yakunida hattoki o'zim yig'lab ham ketdim. Va bu serial
ko'rishga haqiqatda arziydi. Bugungi video shulardan iborat edi. Agarda videoga like bosmasangiz, qilgan mehnatimga rozi emasman. Shunday ekan, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.